Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Ulavash tumani Chaqar qishlog'iga qo'yib berganmiz. Xo'p, bu yerga 3 kanatli eshikdan bitta, bu yoqqa rom qo'yib berganmiz. Xo'p, eshigimiz bo'ylari 380, eniga 270. Xo'p. Eshigimiz stoykalariga balkon profildan qo'yib berganmiz. Lapanglamaslik uchun aynalarni 2 qavatli berganmiz. Seriyaga oq paketga berganmiz. Taglariga yalka fon qilib berganmiz. Bir qator tashqi ko'rinishini ko'rsatsam. Hop, stullarni alka fon bilan urab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 2.30 da 4 ko'z qilib berganmiz. Hop, har bitta romdan bittadan ochib berganmiz 4 ko'z qilib. Alka fonlarni ham pastgaroq qilib qo'yib berganmiz. Hop, bu yerda romimizdan 4 ta bo'lgan. Mayerga bitta podval eshigi ham qilib berdik. Hop. Bu yerimiz jahmi kvadrati 38 kvadrat chiqqan ishimiz. Eshik ruchkalarni vaqtdan qo'yib berganmiz. Mikrofonlarni chiroyli qilib berdik. Hop, ichkariga poligonni qo'yib berganmiz 25 lik. Ko'rishingiz mumkin. Hop, romni ochilishlari, ruchkalarni vaqtdan qo'yib berganmiz. Hop, stullar orqasini ham alka fon bilan o'rab berganmiz. Poligonni. Har bitta ustuni orqasini ham chiroyli qilib o'rab nima qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib bukib bu ichkaridan tashqari bemalol ko'rinaveradi. Keyin tepaga ikkita porcha qo'yib berganmiz. Mana bu yerdan bitta, nariyadan bitta qo'yib berganmiz. Bundan tashqari yana ikkita uy oldi ayvonni ham qilib berganmiz. Shogirdlar. Xohlasa ishimizni yakunlab oldik. To'g'ridan bitta ko'rinishi. Xo'p, mana bu yerga bitta rom, bitta eshik qo'yib berganmiz. Bu yerimizni ham 4 ko'z qilib o'rtadan bitta ochib berganmiz, ikkala chekkasiga porcha qo'yib berganmiz. Bu yerimizga 2 kanatli eshik qo'yib berganmiz. Stullarni alka fon bilan o'rab berdik. Xolos ishimiz ham o'ta chiroyli holatda chiqdi. Eshikdagi kirobkalar ham o'ta go'zal holatda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerimizga 20 lik poligonni qo'yib berganmiz. Keyin bu yerimiz orqasini alka fon bilan o'rab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 5 joy qilib, chiroyli qilib, xohlasa qo'ldan kelgan chiroyli qilib o'rab berdik. Bu tomonda bakovoyga ham qo'yib berganmiz. Hop, endi bu yerimizning narx-navoga keladigan bo'lsa 38 kvadrat 735 ming so'mdan 28 millionga to'xtadi ishimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar.